Blog yurg'izishni boshlaganimdan beri menga 50 ga 50 SMS keladi. 50% odamlar menga nimaga uyingizda remont yo'q deb so'rashsa, yana 50% men oilamdan ajrashganman, qo'limda yosh bolam bor yoki beva qolganman, bilmayman, lekin ro'zg'orga yordam berishim kerak degan SMSlardan iborat. Xo'p, birinchi savolga keladigan bo'lsak, uyimni remonti nima uchun yo'q? Azizlarim, men 25 yil umuman odam yashamagan uyga keldim. Ishonsanglar, bizga kelgan paytimizda na hojatxona, na oshxonasi bor edi. Va meni kuzatadiganlar yaxshi bilishadi, 4 oy davomida tinimsiz usta ishlatdik. Ustalarni ulgurganigacha tualet, hammom, kladovka, zal va kuxnyamizni qilib oldik. 4 oyda qilingan ish menimcha yomon emas. Men yillar davomida uyni remonti tugamagan odamlarni ham ko'rganman. Va menimcha hech kim qishda usta ishlatmaydi. Shuning uchun biz ham ustalarning ishini to'xtatdik. Tushunishinglar uchun biz sharoiti yo'q uyda ko'nikib yashamayapmiz. Aksincha, sharoitni to'g'irlashga harakat qilyapmiz. Keyingi safar shunga o'xshash kommentariy bildirishdan oldin iltimos o'ylab ko'ringlar. Bu vaziyat faqat bizni xohishlarimizga emas, balki mablag'imiz va vaqtga ham bog'liqligini hisobga olishinglarni so'ragan bo'lardim. Remont masalasini hal qilib oldik deb o'ylayman. Keyingi SMSlarga esa keyingi reelslarda javob beraman. Meni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada motivatsiya bo'ladigan qanaqadir so'z qoldirib, bu reelsni kerakli odamlarga jo'natib qo'ysangiz xursand bo'lardim.